Salam dostlar, welcome to English with Erkin YouTube channel. I'm Erkin. Ana tili, Uyghur tili bo'lgan qarindoshlarımızdan ingliz tili seviyesini yaxshilash va o'stirish maqsadida bu kanal qurildi. Agar ingliz tilini yangicha va o'zgacha so'zlamoqchi bo'lsangiz, diqqatingiz davomli videoda bo'lsin. Ana tilimiz Uyghur tili bo'lg'ach, ingliz tili so'zlaganda ba'zida bilib bilmay ana tili sababidagi xatoliklarni o'tkazib salamiz. Bu xil ahvol ingliz tilida language interference deb ataladi. Ya'ni bu xil til ta'sirchanligi deganimiz har qanday bir kishi ma'lum bir chet el tilida so'zlaganda o'z ana tili ta'siridagi bilib bilmay sodir qilgan xatoliklar bo'ldi. Sizningcha sizda bu xil ahvollar bormi? Qani diqqatingiz bugungi darsimizda bo'lsin. Bir do'stim degan bu so'z birikmasini so'zma-so'z tarjima qilib solsak, albatta one of my friend bo'ldi. Chunki Uyg'ur tilida bu kim desa, do'stlarimning biri deb javob bermaymiz albatta. Ammo ingliz tilida bo'lsa, darvaqa one of my friends. Bir do'stim, one of my friends. Or a friend of mine. A friend of mine. Bu yerda erkin nimishqa friends deb yozib qo'yib, friends deb talaffuz qilsangiz, xato anglab qoldim bu yer deyishingiz mumkin. Xato anglamadingiz. Ingliz tilida ma'lum bir so'zning oxiri ds uzuk tovushlari bilan oxirlashgan bo'lsa, deb tarjima qilamiz. Masalan, friends, kids, dads. Friends, kids, dads. Next, let's talk about marriage. To'y qilish temasi biz Uyg'urlardagi muhim temalarning biri, doim tilga chiqib qolgan temalarning biri. Masalan, Alimjon Fatima bilan to'y qildi, Yasinjon Xotima bilan to'y qildi ekan, sen kim bilan to'y qilsan degandek. Demak, bizda palonchi, pistonchi bilan to'y qildi, to'y qildi ekan deb olamiz, ammo ingliz tilida bo'lsa, palonchi pistonchiga to'y qildi, palonchi pistonchiga to'y qilmoqchi degandek g'a, qa, ga qo'shimchalarini ishlatadi. Masalan, Alimjon's married to Fatima. Alimjon's married to Fatima. Married to to'y qilish. Keyingi mazmun bo'lsa, savol jumlaning intonatsiyasi. Savol jumla ingliz tilida bir qancha turlarga bo'lindi, ammo intonatsiya nuqtasidan ikkala xil bo'ldi. Ya'ni umumiy jumlalar, general questions, umumiy jumlalar yoki alohida jumlalar, special questions. Special questions or WH questions. Odatda general questions yoki umumiy savol jumlalarda cho'ncha taq bo'lmaydi. Masalan, do you need any help? Is this your handbag? That's your house, right? And the special questions, yani WH questions da. What's your name? How old are you? How can I help you? No, that's not correct. What's your name? How old are you? How can I help you? Endi bu special questions yokumsa WH questions ni general questions dan qanday farqlantiramiz deyishingiz mumkin. Bu yerda nomidan chiqib turdi WH questions deganimiz faqat W bilan H harfini o'z yog'an so'zlar bilan boshlangan savol jumlalar bo'ldi. Masalan, where, how, which va hokazolar. Tuanda bu ikki xil savol jumlaga oid dialog ko'rib boqaylik. What's your name? Erkin. Your full name? Erkin John Valentine. What nationality are you? French. Why do you want a visa? For tourism. Is everybody here? It's not raining again, is it? It's a lovely day, isn't it? It's a lovely day, isn't it? You'll phone, won't you? Xo'sh do'stlar, bugungi videomiz mushagichi bo'ldi. Texnik ko'p, mo'l mazmunli videolarni ko'rmoqchi bo'lsangiz, ekran ustidagi logoni bosib qo'yish orqali yoki video ostidagi qizarangli subscribe button, ya'ni mushtariy bo'lish knoppasini bosib qo'yib, mushtariy bo'lsangiz bo'ldi. Agar har qanday savollaringiz yoki taklif fikrlaringiz bo'lsa, ostidagi comment section, ya'ni
inkas so yozib qo'ysangiz bo'ladi.